Xitoy yuqumga qarshi turishda yuqumlanuvchilarni nolga tushirish siyosati yurgizayotgan bo'lib, bu bir qator masalalarni keltirib chiqarmoqda. 13 milyondan ortiq odam yashaydigan Xi'an shahrida kishilarning alohida ruxsatsiz uylaridan ayrilishi cheklangan. Uylariga qamalgan nurg'un oila bu hafta og'irlashgan yemaklik yetishmaslik masalasiga duch keldi. Yana bir tarafdan Xitoyning Tianjin shahrida 20 kishida Omikron varianti bayqalgan bo'lib, butun shahar aholisiga tekshirish olib berish qaror qilingan. Qozog'iston prezidenti Qosim To'qayev Qozog'iston Davlat bexatarlik komitetining 2 muavin raisini elib tashlab o'rniga boshqa kishilarni tayinladi. Qozog'iston Ichki ishlar ministrligining bayonotida qaraganda, Qozog'istonda yiqilg'u bahosining o'sishi sababli yuz bergan voqealarda boshqa davlat fuqarolarini o'z ichiga olgan 5135 kishi qo'lga olingan. Yana bir tarafdan Qozog'iston Sahiyya ministrligi zo'ravonlik harakatlariga aylangan namoyishda kam deganda 164 kishining hayotidan ayrilganligini bildirdi. Yevropa İttifaqı bilan Angliya o'rtasida Shimoliy Irlandiya kelishim krizisi davomlashmoqda. Angliya tashqi ishlar ministri kelishimga asosan Yevropa İttifaqiga tahdid soldi. Agar zarur o'rinlashtirishlar ilib berilmasa, Angliyaning ikki taraflik holda kelishimdan chekinib chiqadiganligini aytdi. Angliyaning Yevropa İttifaqidan chekinib chiqish kelishimining bir qismi bo'lgan Shimoliy Irlandiya kelishimnomasi Angliyaning bir qismi bo'lgan Shimoliy Irlandiya bilan Yevropa İttifaqiga a'zo Irlandiya Jumhuriyati o'rtasidagi savdoni tanishaydi. Xitoyning bir balvoq bir yo'l turidagi muhim davlatlarning biri bo'lgan Sri Lanka Beijingning qarzni qayta tanlashga yordam berishini talab qildi. Pul krizisini boshdan kechirayotgan bu davlat bu yil Xitoyga 4 milliard 500 million dollar to'lashi kerak. Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yining Sri Lankaga qilgan ziyorati jarayonida prezident mahkamasi yozma bayonot e'lon qilib, qarzning qayta planlanishini talab qildi. İgilənişçə, Misr bilan Amerika Qızıl dengizda birləşmə dengiz manevri ilib barğan. Misr armiyasının bayanatında aytilishicha, Misr dengiz armiyasining Iskandariya paraxoti bilan Amerika dengiz armiyasining ikki urush paraxoti manevrga qatnashgan. Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yining Afrika ziyorati va Xitoy bilan Marokesh o'rtasidagi bir balvoq bir yo'l hamkorlik kelishimining imzolanishi bilan xalqaroning diqqatini qo'zg'adi. Shunda qilib, Marokesh bir balvoq bir yo'l planiga qatnashgan tunji Shimoliy Afrika davlati bo'lib qoldi. Hammaga ayon bo'lganidek, Marokesh doiralarining nohaq qo'lga olingan Idris Hasanni Xitoyga o'tkazib berish qarori dunyo miqyosida inqos qo'zg'amoqda. Xitoyda bir yuk mashinasi shoferi bir tarafi tog', yana bir tarafi qiyo bo'lgan yo'lda mashinasi orqaga qaytarmoqchi bo'lgan, lekin yuk mashinasi qiyoga esilib qolgan. Shofer va mashinadagi boshqa bir kishi sog'-salomat chiqarib olingan, lekin yuk mashinasi esilib qolgan yerdan elishga 3 kun ketgan.